Ramazanda fakir, miskin, kambag'allarmi o'zgaradi. Bu ajoyib Ramazan fakirlar o'zlarining fakirligi bilan turug'liq ro'za tutadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ve la udvana illa alal zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, Ramazan Özgürüş Edir namlıq programımızın 27. halqısı Ramazanda fakir, miskin, kambag'allarmi o'zgaradi. Bu ajoyib Ramazan fakirlar o'zlarining fakirligi bilan turug'liq ro'za tutadi. Ro'zaning lazzatida yashaydi. Ular bu ay bo'yicha kishilarga taravih namozlari va Allohga yaqinlashadigan amallarda o'rtaq bo'ladi. Ular bu ayda o'zlarini ro'zadan va Ramazonning go'zalligidan cheklab qo'ydigan turmush qiyinchiligi va nachar muhitni ko'rmaydi. Mana bu boylarga, ularning töverrak turadiganlarga, o'rtahal turmush saviyasidagi kishilar uchun berilgan ushur. Bularning ba'zilari ro'za tutish bilan axloqida o'zgarish bo'ladi. Mijozi qo'pollashib, tiz achchig'i keladigan chichilang'ulardan bo'lib qoladi. Bu yerda namoz o'qiyotgan, bu yerda bir ishga mashg'ul bo'layotgan fakir bor. Bu Qur'on tilovat qilyotidi, masjidda hammaning oxirida qoladi. Yana biri namoz o'qiydiganlarga va masjidga xizmat qiladi. O'ziga sadaqa beradigan kishini uchratadi. U kishi zaten sadaqaga ehtiyojli. Shundaqdimi, o'zini bu oyning yaxshiliklaridan mahrum qilishni xohlamaydi. Bu oyda yaxshilik hasilab ziyoda bo'ladi, fursat ko'p emas. Hozir hayot bo'lgan bilan kelar Ramazonda hayot bo'lmasligi mumkin. Fakirlar Ramazonga noyatibak ko'nglisini holatda hozir bo'ladi. Buning siri nima? Balki ular Ramazonning lazzatini boshqalardan bakrak his qilishi mumkin. Ramazonda masjid ular bilan to'shidi. Taravihni imom bilan to'liq ado qiladi. Ularga har tarafdan ma'naviy rohat, ko'ngil rohati bo'ladi. Ramazon ularga Allah Taala'nın ularga ato qilgan ne'matlarini eslatadi. Ularni baylar ko'rdi. Ular ro'zador. Allohning bandalarining hammasi birlikda ro'za tutadi. İftar qilish uchun bir dasturxonga jo'g'lashadi. Ularning iftorligi xo'mi bilan suvdan iborat bo'lib, boy kambag'al hammasi o'xshash yeydi. Orasida hech bir farq bo'lmaydi. O'xshash turmushda hammaylar to'yganligini his qiladi. Roza har qaysi tabaqadagilarning orasidagi sevgi muhabbatni ziyoda qiladi. Chunki faqirlar xursand bo'ladi, boylar kamtar bo'ladi, samimiy iymoniy qarindoshlikning lazzatini tetiydi. Ramazon boy kishilarning yordami bilan ba'zi namratlarning qiyinchiliklarini yengillatadi. Chunki ular Ramazon oyining barakatlarini, ne'matlarini, ruhlarning poklanishini va boylarning o'zlariga yaqinligini ko'radi. Garchi moddiy dunyo ularning orasini farqli qilib qo'ysa-mu, Ramazon oyi ularni bir-biriga yaqinlashtiradi. Ularni mustahkam qo'rg'ondak yemirilmas bir gavda qiladi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Mümin Allah, mümin ayalla bir-biri bilan do'stdir, yaqindir. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuradi, yomon ishlardan to'sidi, namozni to'liq ado qiladi, zakatni beradi, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh mu'min Allah, mu'min ayollarga ostidan eriq o'stanglar yiqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi.
hamisha turadigan jannatlarda güzel joylarni va'da qildi. Ular erişidigan Allah'ın razıligi ve cennetning ne'matlarining hammasidan kattadir. Allah'ın razılıgiga hech qanday ne'mat barobar bo'lolmaydi. Bu cho'ng baxtdir. Allah subhanahu va taolo hammalarni oxiratda o'zining jannatiga musharraf qilsin. Allah subhanahu va taolo bizlarni dunyodagi hayotimizni yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan cheklaydigan, Allah buyurgan amal ibodatlarni o'z vaqtida to'liq ado qiladigan, Allohning cheklamalaridan yiroq bo'lib, qalbimizni poklab, Allohga yaraydigan amal ibodatlar bilan hayotimizni oxirlashtirg'ili muyassar qilsin. Mushu muborak kechalarda, muborak kunlarda Allah bizlerinin xatoliklarımızın hammasini afu qilsin. Allah bizni Ramazandan, gunohdan fak ve sap bo'lgan holatda chiqib ketishga muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.